100 ming dollarga 7 sotuv yer, 6 ta xonasi bor, remontlari zo'r, maza qilib yashashga zo'r joy. Maza shaharga 3 kilometr atrofida ekan. Toshkent viloyati Zangiota tumanida turibmiz. Lokatsiyalari zo'r, bozorligi 2-3 kilometr atrofida. Mahallaning ichidan chiqsangiz 3 kilometr, bu yoqdan aylanib bemalol chiqsangiz 3,5-4 kilometr ekan. Maktab, bog'cha, gaz, svet, suvdan umuman muammosi yo'q. Aynan shu xonadon 7 sotuv, yer maydoni ham juda ham katta, remontlari ham yaxshi. Siz bilan birgalikda ko'ramiz. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, sahifamga, kanalimga obuna bo'ling. Boshpana TV YouTube kanalimiz. Bu yangi kanalim, obuna bo'ling. Eski kanalimiz hozir o'zimda bo'lmaganligi uchun yangi kanalda faoliyat olib boryapman. Qo'llab-quvvatlab obuna bo'linglar. Egalar nomeri aynan shu pastdagi nomerlar. Ketdik, chegarani ko'ryapsizlar. Mana bu joylarda ham o'zingiz bemalol daraxtlar, ekin-tekin eksangiz bo'ladi. Yo'lgacha siz joyingiz hisoblanar ekan. Mahalla zo'r, qo'ni-qo'shnilar yaxshi odamlar ekan. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Uy joy talabida bo'lgan har bir insonga eng kamida shunday xonadonlar nasib qilsin. Duo qilib yozib olgan insonlar shu yil o'zida uyli joyli bo'lib qolsin. Kelinglar birgalikda ko'rib chiqamiz. Qo'lini ikkiga bo'lganlar, ya'ni ochiq orqasi ham o'zlariniki, yo'da mol boqar ekanlar, katta sigirlar bor ekan, uni ham ko'rsataman sizlarga. Kelinglar, bismillahirrohmanirrohim. Eshik romlarini ko'ryapsizlar, taxtadan yaxshi, uy remontlari ham yomon emas, zo'r, maza qilib yashashga tayyor sharoitda. Bu bitta xonasi bor, mana bu yerda ko'ryapsizlar, ayvon desa bo'ladi bu yerda. Bu yerda mana bitta spanna yoki bolalar yotoqxonasi qilib foydalansanglar bo'ladi bu xonadan. Xo'p, davom etamiz. Bu yerda mana bitta zal bor. Kattagina zal, ko'chaga qaragan, romlari bor. Bu tarafda bitta spanli bor, bolajonlar uxlashayotganligi uchun kirmaymiz. Buni ham remontlari xuddi shunaqa yaxshi holatda. Xo'p, davom etamiz. Obuna bo'ldingizmi? Obuna bo'lmasdan ko'ryapsizmi? Shuni ham kommentariyada yozib qo'ying. Obuna bo'lsangiz xursand bo'lamiz. Bu yerda ham bitta spanli bor ekan, hozir ayollar o'tda bo'lganligi uchun kirmaymiz. Ketdik bu yoqdan. Davom etamiz. Menga shaxsan lokatsiyasi yoqdi. Shahar shovqinidan sal chetroqda, lekin shaharga juda ham uzoqda emas. 3 kilometr, 4 kilometr bu hozir masofa emas, bilasizlar. Lekin sharoitlari yaxshi. Bemalol mol boqaman deganlar uchun ham mana hozir mol boqar ekanlar, ko'rsataman. Bu tarafda mana oshxonasi bor. Oshxonasini ham ko'rsatib boramiz. Mana bu tarafda oshxonasi bor, mebellari bor. O'tirib choy ichsanglar bo'ladi, bemalol. Ketdik, davom etamiz. Hovlilari zo'r, gazonlar ekib qo'ygan ekanlar. Uzun, daraxtlari ham bor ekan. Bu yerda mana sanuzellari, hammomlari, hamma sharoitlari bor. Gaz, suvdan muammosi yo'q. Anjir sob yotibdi. Uzumlarni qaranglar, sob yotishini. Yerlari ham shuchi. Nima daraxt eksangiz mevalari zo'r. Chunki mana go'nglar bor, o'zligidan chiqadi. Sigirlarni ko'ryapsizlar, ko'z tegmasin. Bu taraf ham sizlarniki. Umumiy 7 sotuv yer maydoni, shuni oxirigacha sizlarning territoriyalar hisoblanadi. Xo'p, manzilni takrorlayman. Toshkent viloyati Zangiota tumani, Namuna mahallasida turibmiz. Uyning narxi 100 ming dollar baholayaptilar. Narxini kelishtirib beradilar. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar. Siz ham uy joy sotmoqchi bo'lsangiz, qanaqa sotishni bilmayotgan bo'lsangiz, ko'pchilik telefon qilardi menga, maklerga berdim, ishim bitmayapti, vaqt o'tib ketyapti, uylar narxi tushib ketyapti deb jalma qilishardi, qo'pol qilib aytganda. Tepada meni nomerim bor, telefon qiling, boramiz. Boshpana TV kanali uchun, Instagram, YouTube, Telegram kanallarimiz uchun video obzor qilamiz va uchala sahifamizga joylaymiz o'zingizning nomeringiz bilan. Mana bu xonadonning ham egalarining nomeri pastda. Xuddi shunaqa obzor qilib kanallarimizga joylashtiramiz. Tez kunlarda uy joy sotilishiga sababchi bo'lib qolsak, biz juda ham xursand bo'lamiz. Bizning narxlarimizni uyingizni 2-3% demaymiz, arzimagan, shu kelib ketgan xizmat haqimiz, operatorimiz bor, montaj qilishadi, sahifalarimizga joylashadi. Shu xizmat haqimizgina olamiz xolos. Demak, keyingi boshpanalarda, chiroyli uylarda, zo'r joylarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.